ko'lga ketishda mana Qirg'iziston tog'lari orasidan o'tib ketyapmiz. Yomg'ir yog'ib qoldi. To'satdan tog'lar chiroyli. Bu yoqda daryo bor. Mana daryo. Shovullar boqar, menimcha shu Sirdaryoga qo'shilsa kerak shu daryo bor. Hop. Yomg'ir zo'r yog'yapti. Qirg'iziston tog'lari. Afsonaviy Issiqko'lga ketyapmiz. Qirg'izistonda qaysidir joylarda tog' tepasidamiz, stoyanka bor ekan. Marshrutkada yo'l to'xtaydigan magazinga kirdik. Tog'lar, yomg'ir yog'yapti, yana oz emas. Shuna gaplar yuribmiz. Aylanib tomilla Qirg'iziston tog'lari. Biz ko'lga kelganimizda to'satdan do'l yog'ishni boshladi. Mana do'l. Ob-havo aynib, qoshidan nimaga, qovog'idan bir bola qor yog'ilib kelganimizga do'l yog'adi. Hozir Issiqko'lga chiqolmay qolishimiz ham mumkin ekan. Shtorm boshlanibdi. Kattalashyapti o'zi. Do'l yog'adi. Hamma turibdi, kemaga chiqmoqchi bo'lganlar. Bechora odam lotkada qolib ketgan, qarang. O'ldi, do'lda qoldi. Ro'palasi chiqdi. Bechora. Aziz do'stlar, mana afsonaviy Issiqko'lni ham zabt etyapmiz. O'sha Chingiz Aytmatovning asarida o'qiganimiz bizga juda ham bir ajoyib chiroyli taassurot qoldirgan Issiqko'l. Mana 270 metrgacha chuqurlikda ekan. Kemani oldiga o'tay olay. O'sha afsonaviy Issiqko'l. Kema asari Chingiz Aytmatov. Mana Issiqko'lda cho'milishyapti. Bir qiz va ikki yigit. Chuqurligi 100 metr, 150 metr deyishyapti. Tap-taniq suv. Shu suv. Mazza. Bizda sochiq cho'milish kiyim yo'q, tushirmay o'tiribmiz, havasimiz kelib.
School.